Sirab avaylab baqiy turgan buqalarimizni sotamiz endi. Bular yetildi aka. Gigantlarni-ya. Ha. Mol qanchalik semirish kerak bo'lsa, shunchalik semirdi. Mashalloh. Undan ortiq borib Abdullaxon aka bo'lmaydi. Lekin gap yo'q lekin. O, Mana yana bizda mana- buni dumma qilyapti-yu, va Ha. O yonidan olsangiz ham bilinadi yonidan. Yana bu yo'q bor. yeniga ham necha chiqadi bular, ey? Yeni ham metrovoy bo'lib ketdi bular. Metroy bo'lib ketdi-da. Abdullaxon aka bular borib, Vashim mol qancha yeyish kerak bo'lsa kerakcha yegan mollar. vaqt qo'yibsiz lekin. Ha, mollar o'ta chempion buqalar. Foizni ham xudo xolasa yaxshi beradi, uyaltirmaydi. Buqaga bitalak bosib qo'yamiz-a, kulkalar. Bunday buqalarda Abdullaxon aka mol qarang turishini. Bunisi zo'r desangiz bor, undan bunisi kuchlilik qiladi. Bunisi zo'r deb qarasangiz, mana bu angusni qarang. Mashalloh, akalar nima deyapti? Bir-biridan katta bular, ha? Bir-biridan go'zal. Shoxlisi ham mana shu zo'r bo'lar ekan-da. Sharolerda bu. Ikkita ablikol, bitta sharoler. Molni qarang. Haligi Belegeski deydi-yu. internetlarda ko'rardim shunaqa molni. Dumbasa borgan. Molni bor Abdullaxon aka. Aha. Keyin mana qancha şeylarga ahamiyat bering-da. Men o'zim ham hozir ham ishlamayman. Mana qarang. Mushkullarigami? Ha. Mana bunaqa chiqib ketgan-da, polvon, o'ta. Kachoq. Yomon chiqib ketdi lekin. Molni qarang. Oyoqlari yaramay qolyapti mollar. Kilogrammi ham anchagina bor buni yurishidan cho'ta. Ha, kilogrammini endi qassob akalarimiz biladi. Biz tortib ko'rmagan bo'lsak buni. Anguslar ham Ammo tonnaga borib qolsa kerak mollarimiz. nega boradi bular? Abdullaxon aka, o ham Gigant-u. mana qarang. Janob. Ha, dumbasa bo'lyapti. Assortiment. Assortiment ekanda. Ikkita Greenford, ikkita Ablikol, bitta Sharoler, ikkita Angus. Mana bular Greenford, hurmatli tomoshabinlar. Greenfordni ham lekin bular ham vashim zo'r bo'libdi, dumbasa bo'lyapti. Abdullaxon aka mana qarang. Turishini qarang. Lekin o'sha Angus gigant ekan-a o'shasi? Angus aka, mana bu Angus bilan mana ikkalasi ichida eng chempionlar adashmasam. Ha, shu Ablikol bilan No Sharoler ham ammo joni kichikroq bo'lganida o'ta baquvvat narsa. shoxlimi? Ha, uni desa mana qarang, bo'ynini qarang, ana. Ha, buni chekkadagi. Lekin yomon molni o'zi yo'q. dumbasa bo'lyapti lekin bor. Molni qarang, mol. Akalar, sizlarga ham mana shunaqalardan nasib qilsin. Bo'ynini qarang. Obunachilar bor Abdullaxon aka. Iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'rsin. Nimaga desangiz, mol kichkina ko'rinadi ekanda telefonda katta mol. Katta mol kichkina ko'rinadi, kichkina mol katta ko'rinadi shunaqa-da. Molni qarang, dumbasa o'rgan molni. Malades lekin. Shunchalik baqib olishni o'zi bor, hurmatli obunachilar. Soniga 7 bosh ekan. Soniga 7 bosh. Xo'p. Bu nima deyapti akalar? Ha, qarang. Mashalloh. Muhammadjon, bularni endi donalab aytamiz bularni? Yo'q, donalab aytmaymiz. Maqsad Abdullaxon aka. Ikkita qassob kelib bo'lib oladimi, menga farqi yo'q. Mollar bitta sotishim kerak, bitta bo'shashim kerak. Hammasini bitta sotish kerak, a? Hammasini bitta sotishim kerak. Chunki men bu qo'rani bo'shatib turib o'rniga mol qilmayman-da. Joy ham bo'shash kerak, pul ham zarur. Zaruratga sotilyapti. Ha, zaruratga sotilyapti. Endi mollar yetilgancha yetildi. Endi Qurbon hayitga mendan olib turib asrab avaylab baqsa ham bo'laveradi. Mollar yeyishdan to'xtagan yo'q-da. Yeyapti mollar. Buni. Lekin qo'chqorga o'xshab dumbasa bo'lyapti. Ha, bitta ikkitasi mana qarang, Abdullaxon aka mana qarang-da. Yana dumbasini. Qo'chqorga o'xshab bo'lyapti. Mana qarang, Abdullaxon aka, meni ariqcha man. Tepa. Tepada tuxum bemalol turadi. Ana nima deydi haligi? Shashlik qiladi, qimmat shashlik. Mana shu yerdan chiqsa kerak edi. Pushti mag'iz deymi? Pushti mag'iz deydi, ha. Pushti mag'iz, a? Ha. Molni qarang. Tepasi ham tekis bo'lib ketdi, qarang, menimcha. Tepasi ham tekis. Xudo oyga odam bor-ku, foizni ko'p beradi. Keyin bu molni o'zini go'shini sotadigan bo'lsa, adashmasam qassob akalar yaxshi biladi, o'zi aqlli qilish kerak yo'q. Buni suyagi bor, va shuni yetmaydi o'ziga. Yetmaydi. Ikkita arriq molda sudrab ketadi. To'g'ri. Qassob akalarimiz buni juda yaxshi biladi. Bunday o'rgatish kerak yo'q. Keyin mana molni qarang-da, Abdullaxon aka. Mana mol. Mana janabat. Mana. Go'sht vuj-vuji. Mana. Juda go'sht lekin. Mana qarang, Abdullaxon aka. Mana lekin. Yetadi. Janabat. Mashalloh. Bo'ynini qarang, bo'ynini. Nasib qilsin akalar mana shunaqa. Bo'ynini ko'tarolmayapti bu, bo'ynini. Ko'tarsa agar akula bo'lib chiqadi mana bunday bu. Mana qarang, janabat. Mana shu gigant ekan-a? Ha. Akalar nima deyapti? O'zidan kelib tepasiga kelib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Hurmatli aka-ukalar. Mollar lekin o'ta katta lekin.
Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman-u. Живой ko'rsangiz o'ta gigant. Ha. Xo'p, Muhammadjon, Bularda boru narxi tonnali buqalar deb ataymiz o'zi, tonnalida bular. albatta. Ha. Endi bularning narxi Abdulxon aka 60 milliondan oz-moz xayri bor. Bo'ptimi aka? Ha, optimga bir joyga bo'lsa. Agar kilogramga olaman degan akalar bo'lsa, keladi, molni holatini ko'radi, kilogramga ham kelishilaveradi. Kilogramga sotmayman deyishmas. Nimagaki olgan odam ham kuymasin, sotgan odam ham kuymasin. To'ppa-to'g'ri. Hali pichog'i misol uchun qo'stavon pichoq ishlayapti, hali pichoq teylab qolmash kerakda, foydalanish kerak u ham. To'ppa-to'g'ri. Vallahi qarang. Lekin Olib borib, ammo bularni sal saqlasa ham bo'laveradi. boqsa bo'laveradi. Ha. Ichida bitta ikkita oyoq oqsaganini so'yib yuborib qolganini boqib tursa, yana ham narx-navolar ko'ryapsiz. Bugungi narx ertagalikka to'g'ri kelmayapti. Ko'tarilyapti Ha. tobora. Mollar mana bu qarang, bo'ynilar. Bu yeyishlari yaxshi yeb turibdi hozir, ha? Ishlari zakonniy. Ishdan qaytgani yo'q. Zakonniy edi. Sho'rha, kunjara, arpani uni, makkani uni, kepak, pug' hammasini ko'rimda aralashtirib aka to'kib qo'yamiz. Yeb yotaveradi. Hurmatli aka-ukalar, boqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, kelib ko'rib ustida savdosini haligi- qilishlari ha. mumkin. Abdullohon aka hali boy akalarimiz bo'lishi mumkin. Qurbon hayitga tonnali buqa so'yaman deganlarda. Ana shunaqa akalar ham olib borib bularni boqib tursa bo'laveradi. Bo'lmasa Muhammadjon, qorong'i ham tushib qolyapti. Tezlashtirib videoni qo'yaver. Ha, Ishqibozlari- Abdullohon aka ha. Nomerlardan qo'yib qo'yish esdan chiqmasin. Kecha esdan chiqib qolibdi nomerlari. Ko'p odam mol sotilib ketganini aytilib qo'yapti. Yo, o'sha kuni kech bo'lib Alloh ketadi deb shoshilib qo'yib yuboribman-da. O'ta go'shtlar bo'ladi shu mollar qarang. Lekin haqiqatdan borib, go'sht foizini necha foiz beradi, kommentariyada yozib ketishdan so'rayman, hurmatli obunachilar. Bo'lmasam hammalarga rahmat. Mana Abdullohon aka Alloh sog' bo'lsin. kattaliklarni ko'rsatib qo'ying, kattalikni. Janavar. Telefonga siqmayapsan, orqaroqqa qaytaman ekan. Janavar. Ha, janavar. Uzunligi ham chiqadi bir 2,5 metr. Jumbalar sovurgan. Aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Barchalarga rahmat. Salomat bo'linglar.